oyog'im вообще buklolmasdim. Mana shu tikka, mana shu nima deydi, tikka qilib yuraman. Ko'tara olmasdim mana shu oyog'imni. Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hammalarga. Men Qozog'istondan keldim, Sarag'och rayonidan. Yoshim 60 da. 60 ga o'xshamaysiz, uzr kechirasiz, gapingiz bo'ldi, 60 ga o'xshamaysiz. Hamma shunaqa deydi, rahmat. Kayfiyatimni ko'targaningiz uchun. Mana shu oyog'im, ikkita oyog'im revmatoidniy artrit, poliartrit buklanmasdi. Namozda stolda o'tirib o'qiyman. Mana shu oyog'im mana shunaqa buklanmas, mana shunaqa koftadek keldi-da, tirishib. Mana shu pingvinga o'xshab yurardim. Anaqa yurolmasdan. Bugun endi xudo xolasa 4-kun. 4-kun. Bugun ertalab turib rosa xursand bo'ldim. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Boya yig'lab ham oldim. Qarasam, men bu ishiklari yumshab, Acho'klar ketib, men bu tirishganlari anaqa qo'yvordi-da. spazm bo'lib qolgan joylar. Endi ani o'rtog'imga, dugonamga yurib ko'rsatdim, "Voy Xudoga shukr" dedi. Anaqa figurangizni ko'rsatib olsinmi, kuldi menga bu. Anaqa oyog'im buklanib, yurishlarim yaxshi bo'lib, alhamdulillah, Xudoga shukr. Beadad shukrda Allohimga, endi sizlar sababchisizlar deb Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Rahmat, kattakon, boya yig'lab oldim. Xudoga shukr, alhamdulillah, Xudoga shukr. Yaxshi bo'lgan bo'lsangiz bizni xursandmiz. O'zi bu yoqda yemirilish bormidi deyman? Yo'q, yemirish demadi. Anaqa poliartrit, revmatoidniy poliartrit. Barmoqlarda o'zgarishlar yo'q. Yo'q, anaqa qo'llarimda anaqa nima deydi, tirishib, anaqa qolardi, ertalab qotib qolardi. Men bitimda kecha bularga aytdim, anaqa Muhammad jonga. Men bunaqa, meni qo'lim mana shunaqa ishib ketgan menlar. Acho'klari ancha qaytgan. Mana qaytdi, mana yo'q. Xudoga shukr. Alhamdulillah, Xudoga shukr. Oldingi holatingiz bilan hozirgi holatingizni qanaqa qilib taqqoslagan bo'lardingiz, qanaqa qilib aytib bera olgan bo'lardingiz? Oldingi holatim birinchi kelganimda men bunda videoga nimaga tushirib qilmabman-da. Endi bizni har doim vaqt bo'lmaydi videoga olishga. Odamlar iltimos qiladi, har bitta odamni do'yi postingisini qiling deb. U narsaga zotan iloj topa olmay qolamiz, fursat topa olmay qolamiz. Ikkita o'g'lim olib keldi meni. Ikkita o'g'lim qo'limdan o'sha bitta qo'lingizdan yetelib olib kelishdi. Endi o'zim sal yurishga qiynalib, endi men pingvinga o'xshab mana shunaqa oyog'imni sudrab, oyog'imni buklolmasdan, oyog'imni вообще buklolmasdim. Mana shu tikka, mana shu nima deydi, tikka qilib yuraman. Ko'tara olmasdim mana shu oyog'imni. Keyin u o'g'lim ikkalasi ketdi, mana shu bitta dugonam bor edi, o'sha uyda ana u olib kelib tashardi mana. Bugun o'zim keldim. Qorlarda, u domda turar ekan. O'zim keldim, xursand bo'lib, oyog'imlarim buklanib, yaxshi yurib keldim. Mana Xudoga shukr, men bunaqa buklanmasdim. Unaqa buklanmasmidi? Mana bunaqa buklanmasdim, men bunaqa ko'tara olmasdim. Endi yurib ham ko'raymi? Bitta yurib ko'ring. Yurishingizda ham muammo bormidi o'zi? Yurishimda oyog'imni men bunaqa qilib yurardim. Hozir sizlarga ko'rsatib bering, hozir. Men bunaqa qilib yurardim mana. Yurganimda mana. Men bunaqada oyog'im men bunaqasiga вообще buklanmasdi. Hozir mana endi sizlarga mana. Alhamdulillah, Xudoga shukr mana. Bu 4 kunning ichida bo'layotgan ish, to'g'rimi? 4 kunlik, mana bugun 4-kun, Xudoga shukr mana. Mana. Xudoga alhamdulillah, Xudoga shukr. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Rahmat, salomat bo'ling, xola. Sizga o'xshab oldim mana. Sizga o'xshab kasali bor, sizga o'xshab og'riydiganlar borimikin, bormaymikin deb yurgan odamlarga nima deya olgan bo'lardi? Agar menga o'xshab qiynalib, oyoqlari buklanmasdan, mana shunaqa poliartrit, mana shunaqa revmatoidniy artrit, mana shunaqa kasallar bo'lsa, kelinglar, mana davolaninglar. Hech qo'rqmasdan, ikkilanmasdan kelinglar mana. Alhamdulillah, Xudoga shukr mana. Yaxshi, mana ko'ryapsizlar. Qozog'istondan keldingiz-a? Qozog'istondan keldim. O'g'lim ko'rdi, ana YouTube'dan mana shu Karimov nimasini ko'rib, mana endi alhamdulillah bugun 4-kun, Xudoga shukr. Allohga beadad shukr. Endi sizlar sababchisizlar. Birinchi Allohdan, mana Xudoga shukr. Xursandman. O'zingizni ehtiyot qiling. Har doim sog' salomat bo'lib yuring. Bundan buyog'iga sog'lig'ingiz haqida o'ylab, biroz
vaqt muolaja, ozgina vaqt uyingizda dam olgan paytingizda o'sha o'zini qiladigan mashqlari bor. O'sha harakatda bo'lib yursangiz, glavniysi yotib, o'tirib faqat bitta joyda bo'lib qolmasin-da, nimalaringiz. Harakatli qilib, mashqli qilib, vaqtida muolajalarni olib tursangiz, Xudo xolasa yaxshi bo'lasiz. Xudo xolasa, inshaalloh. Aytdilar, vrachlar ko'rsatdilar upражнениясini hammasini. Qanaqa qilish kerak, nima qilish kerak, hammasini aytdilar. Yaxshi. Rahmat. Bitta duo qiling. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Ahzullohi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Ya Allohim, tan joninglar sog' bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin sizlardan, Allohim. Baraka topinglar. Ishinglarning rivojini bersin, bolalarim. Alloh menga sizlarni ro'para qildimi? Allohdan qaytsin sizlarga, ilohim. Tan joninglar sog' bo'lib, sog' salomat bo'lib, omadinglarni bersin, bolalarim. Rahmat sizga ham. Tuzalib keting. Xudo xolasa mukammal shifo tilayman. O'zingiz ehtiyot qilib, har doim mana shunaqa kulib, sog' salomat bo'lib yuring.